Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Vithouse obunachilari, sog'misizlar, omonmisizlar? Yankardan chexollarni shuni tayyor durishini gösterəcəkman sizlərə. Gördünglar, tikilləri, duruşları, qalıpları 0-0 birebir. Kelləga kella, ayaqa ayaq deydik-ku, toshun gibi oturub yine. Moshni olub gördünglar, jigarlar. Xullas bu sidellar chexollarni gizib qo'yishdan maqsad mashinada chexol nechik duradi, 100% durishini gösterish maqsadida ana shu yerni biza zettik. Şimdi peste torpeda chexollar, chexollar podsvet torpeda chexollarni qo'yib beramiz. Yuqoridan yuqorlari logotiflar bo'ladi. Xudo xolasa ularni ham qo'yamiz. Chexollarni durishini gördinglar-ku. Bu Gentra qalıplar, bu Cobalt qalıplar. Zo'r duradi xudo xolasa hali. Xo'p, keyingi masala ishlar bilan ozgina qisqacha tanishtirib o'tacakman sizlarni. İşlerimiz xudo xolasa qizg'in bo'lib turibdi. Bu yoqda paket Cobaltimiz. Brizgiklarni qo'yib turibdi. Keyin chexollari, stoykilari, такой мощный bu. Keyin ichine keladigan bo'lsa, torpeda chexollari, dumxo'shiroy bu. Keyin rul chexol, hammasi poliklari dummoshni bo'ldi. Paket Cobalt edi. Durishini qaranglar, bir-birini yarashib, hammasi xo'shiroy bo'ldi. Xudo xolasa. Keyin stoykilarni qo'ydik, tonirovkalar ishlandı. Keyin bu yoqda sparkimiz, bunam eng zo'r chexollardan qo'yib beryapmiz. O'zi paket spark ekan, maska. Keyin bu yoqda Malibu'larimiz. O'zi xudo xolasa bitib qopti, Arslon. Oldu sirlan qo'ysak bu. Malibu'larimizning durishi cho'tka deb uстановka etdi. Hozir xudo xolasa sidellarni qo'ysa bitar ekan. Cobaltimizda Malibu bor, uстановka etdik. Malibu'larimiz arzonlagani boyzidan hamma qo'ydirib yotdi. Komfort dimzo'rdan tasavvur etinglar. Kattaligini qaranglar buni. Imbera besprovодный зарядчик, içine qaranglar, hemen narsa sig'adi. Dimmoshni приятный bo'lib turadi yana ichida. Salonni rasmi komfortini kuchaytiradi. Xullas arzonlardan keyin 3,5 million edi. Evet, hozirgi kunda 2,5 millionlar ham tushib qoldi-ku. Opsiya hammasi bitti shuning ichida. Biz Spark'imizda esa monitor qo'yib berdik. Arkasında kameraları, tonirovkalari, keyin kolonkilarini qo'yib berdik, takoy. Ağzımız özü tozalagan ekan, mushni etib taxlab aydiman dedi. Pioneer'dan shuni pishalkisi bor, original kolonki qo'yib berdik, postavkilari bilan. İyi tonirovkalari, hamma narsasi ishlandi, monitorlar qo'yilib, zo'r bo'ldi, xudo xolasa. Keyin bu yoqda polirovka keramikamiz. Xudo xolasa polirovkalari birinchi sloy bo'ldi, ha? Birinchi sloy bo'ldi. Birinchi sloyning o'zida shunday effekt, hali blesk berilmagan, prosta chiziqlar yo'qoladi. Chiziqlar yo'qolib, xudo xolasa birinchi sloy bo'ldi. Glянцевый stoyka, tonirovka biroz ishi bor buni. Mushni deb xudo xolasa egasini topshiramiz. Keyin bu yoqda Spark'imiz. Bu Spark'imizda esa 4 ish torpedasidan shumka urib beryapmiz. Qaranglar, shumkini yana xudo xolasa detalni baradan yerinize olib borib uramiz. Gördinglar-ku, buni qisib qolish, shumkidan ya bir ekonom etaman degan gurung yo'q bizda. Oz foyda qilsam, sifat uchun jonli kurashib turibmiz, xudo xolasa. Yine hamma yerlari baradan yerigacha borib, yine gördinglar-ku, birinchi sloy pasindi, yine ikkinchi sloy bu terma. Ki uchinchi sloy mera yopishtiriladi. Uchinchi sloy bu issiq sovuq uchun tengdek vibra dirratish uchun. Mera uchinchi sloy yopishtiriladi, sirib, tozalanib, bam sirib, tozalanib yopishtirilgan o'zi. Üçüncü sloyunu yapıştıramiz. Keyin 4-chi sloyni apshikka yapıştıramiz. 4-chi sloy xudo xolasa zvuk uchun bo'ladi. Zvukni yutib qoladi on. Torpedalarning changlarini olib, hammalarini bir qator akkuratni etib taxlab, torpedalarni ham uriladi xudo xolasa. O oranda uramiz buni. Eshiklari xudo xolasa urilib turibdi. Xo'p, bugungi ishlarni jarayoni shu, o'g'illar. Bizlarni kuzatishda davom etinglar, like bosib, jigarlarga tashlab turinglar. Hammaning ishlarına omad, hamma paket mashinasini, mashinalarini uzattirsin. Vithouse kelib ishlataverasizlar. Avvalo xizmatdamiz. Bemalol aloqa chiqaverasizlar.